Bardankol atrofidan yer olaman degan akalar, bu video sizlar uchun maxsus. Shunda golf klubi orqasida joylashgan xonadonimizni sotuvga chiqqan. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Tarsovoyda joylashgan xonadonimizda mana shu 14 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqqan. O'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Mashina qo'yishdan umuman muammo yo'q. Tarsovoyda joylashgan xonadonimizda hamma qulayliklari bor. Shunda yo'lni yuzidan 500 metr kirganinglarda hamma qulayliklari bilan mahallada gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid umuman muammosiz. Endi pro yerimizni bitta ko'rsatib o'taman. Tarsovoyda joylashgan xonadonimizni bu taraflarimizni zaxvat deb olsanglar ham okey, kateshcha okeylar. Bu video sizlar uchun maxsus hamma shart-sharoitlari bilan xonadonimizdan sizlarga 11 ming dollardan qo'yamiz. Endi ichkari qismini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bitta ichkari qismidan ko'rib baho berib qo'yinglar okeylar. 5 ta kotej bemalol tushadi. Keng qo'yilgan xonadonimizda keng, fayzli, tinch mahallada joylashgan. Eng zo'r narsasini aytib o'taman sizlarga okeylar, bu narxiga umuman yo'q. 25 ming, 20 ming qo'yilayotgan joyda sizlarga 11 ming dollardan qo'yamiz. Egalariga pul srochniy bo'lganligi uchun pastda egalar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.